Assalomu alaykum narsam. Bu bookmark sahnamizni aynan bitta joyini belgilab olishimiz. Bu qanaqa bo'ladi? Ctrl bosib turamiz, birni bosadigan bo'lsak mana. Ya'ni biz birni bosadigan bo'lsak, endi har doim shu joyga kelib oladi mana. Bu yoqqa qarab turib ham birni bosadigan bo'lsak yoki misol uchun ikkinchisida bu yoqqa kelib oldik, Ctrl 2 ni bosamiz. Xo'p, yana shu pozitsiyamiz save bo'ldi. Birni bossak bu yoqqa, 2 ni bossak bu yoqqa. Bu environment yig'ishda boshqa paytlarda juda ham kerakli bo'ladigan narsa. Ya'ni bu yerda hech qanaqa kamera yo'q, kameraga aloqasi yo'q. Prosta xuddi shu joylarni biz saqlanib qolamiz. Misol uchun Ctrl 3. Hop, 1 ni bossak bu yoqda, 2 ni bossak bu yoqda, 3 ni bossak bu yoqda. Hop, keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu copy paste. Hop. Birinchi bo'lib buni scale ni 3 qilamiz. Bu qanaqa bo'ladi? Shift bosib turamiz mishkani o'ng tarafdagi knopkasini bosamiz. Ya'ni misol uchun biz aynan mana shu joyda kopiya qilmoqchimiz. Shift bosib turamiz bitta bosadigan bo'lsak bo'ldi, kopiya bo'ldi. Xo'p, endi bu meshimizni tanlab, mishkani endi chap tarafi. Bunisini bosamiz. Shift bosib turilgan holda bitta bosadigan bo'lsak bo'ldi, o'sha paste bo'ladi. Bu faqat bu yerdagi scale uchun emas, materiallarda ham daji ishlaydi. Misol uchun, xo'p, buni materialini bosamiz, shift bosib turamiz. O'ng taraf bilan kopiya qilib olamiz. Bu yoqdan qilib paste qilamiz. Yoki umumiy bitta bo'limlarni o'zini ham misol uchun rotation qilamiz. Xo'p, mana transform o'zgargan. Xo'p, rotationni scale. Buni endi umumiy transform bo'limini o'zini kopiya qilib olamiz. Buni paste qiladigan bo'lsak bo'ldi. Bu xuddi shu joyga mana paste bo'ldi. Misol uchun biz bir xil rangni rosa ko'p ishlatishimiz mumkin. Aytaylik, mana shu qizil rangni biz ishlatishimiz mumkin. Bu materialda ishlatdik. Xuddi shu qizilni endi bu materialda ham ishlatmoqchimiz deylik. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Bu yoqdagi rangimizni olamiz, bu yoqqa drop qilamiz. Shunda mana bu rang bu yoqqa keldi. Yoki farqi yo'q. Misol uchun yashilni olamiz, bu yoqqa tashlaymiz. Ok bosib olamiz. Endi ikkinchi toshni materialga kirib olamiz. Ya'ni bu ranglarimiz bu yoqda turadi. Qizil yoki yashil. Xuddi mana shu rang bilan bir xil. Biz bu yoqda xohlagancha shu o'zimizga kerak bo'ladigan ranglarni alohida bo'limlar qilib saqlanib qo'yishimiz ham mumkin. Bu yoqda istalgancha misol uchun tashlab qo'yish mumkin, ko'k yoki boshqa rang. Endigi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu, ya'ni fizik element. Misol uchun mana shu toshni biz simulyatsiya qilishimiz kerak real time da. Bu uchun nima qilamiz? Xo'p, pastga tushadigan bo'lsak, bu yoqda fizika bo'limida bu o'chiq turibdi. Sababi bu meshimizda collision yo'q. Ya'ni meshga kirib olamiz. Bu yoqda har xil urushni usullari bor, yoki box rejimida yoki kapsula rejimida, sfera rejimida bunaqa kolliziyalar qo'yishimiz mumkin, lekin bu haqiqiy toshni dumalash effektini bermaydi, chunki bu yoqda shakli dumaloq yoki to'rtburchak emas, o'shaning uchun biz bu yoqda xo'p, buni 32 ga ko'paytirib qo'yamiz, apply bosib olamiz. Shunda mana toshni shaklida bizga kolliziya yasab beradi. Xo'p, buni bu yoqdan ham ko'ra olishimiz mumkin. Xuddi shunaqa tosh shaklida bizga kolliziyasini yasab berdi. Xo'p, endi meshimizni tanlab olamiz, bu yoqda simulyatsiya bo'limiga galchka qo'yib olamiz. Xo'p, endi simulation bosadigan bo'lsak bo'ldi. Mana toshimiz o'zi simulyatsiya bo'ldi. Xo'p, endi o'sha simulyatsiyani to'xtatadigan bo'lsa, yana toshimiz avvalgi holatiga qaytib qoldi. Endi bizga kerak tosh bir marta simulyatsiya bo'lsin-da, ya'ni bitta biz environment yig'amiz, bir marta simulyatsiya bo'lsin, keyin simulyatsiyani to'xtatganimizda ham tosh o'sha ag'darilib qolgan joyida turaversin desa, shu narsa bizga kerak bo'ladigan bo'lsa, simulyatsiyani bosib olamiz. O'sha aynan simulyatsiya vaqtida klik qilamiz. Bu yoqda keep simulation changes bor. O'shani bitta bosamiz, bo'ldi. Tosh уже o'zini holatida turibdi. Ya'ni bizda уже simulyatsiya to'xtaganda ham tosh o'zini holatida turibdi. Undan keyin biz viewportda yurganimizda, ya'ni o'ng knopkasini bosib turamizda, atrofga qaraymiz. O'sha W, S, A, D lar bilan yuramiz. Ba'zida yurishimiz, ya'ni sahnamiz katta bo'lgani uchun yurishimizni tezlashtirishimiz kerak. Bu uchun nima qilamiz? Xo'p, o'ng knopkasini bosib turamiz, mana bu rolikni oldinga aylantiramiz. Shunda e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yoqqa e'tibor beradigan bo'lsak, 0.9 edi. Xo'p, aylantiradigan bo'lsak, mana 1.4, 1.5, 1.8 bo'lib o'zgaryapti. Bu o'sha tezligi. Ya'ni oldinga yuramiz, 1 bo'lib turibdi.
Xo'p, buni o'zgartirsak mana уже 5 bo'ldi. Biz juda ham tez yuramiz mana. Xuddi shuni teskarisi agar biz buni orqaga aylantiradigan bo'lsak, bu sekinlashadi. Ya'ni oldinga yurayotganimizda orqaga aylantirsak bo'ldi mana. Sekinlashib juda ham sekin holatga keladi. Bu ham viewportda harakat qilishimiz uchun ancha yaxshi lifehacklardan bittasi. Yana bitta foydali narsalardan bittasi, misol uchun kub oldik. Kubimiz biz hozir yerimizga joylashtirmoqchimiz, lekin men bu ya'ni rovna yerni ustiga joylashtirmoqchimiz. Yerdan pastroq emas, yerdan sal ko'tarilib qolgan emas. Buni oson usuli, kub misol uchun tepada turibdi, end degan knopkani bosadigan bo'lsak, bo'ldi, уже pastga tushib oladi mana. Qayerda turgan bo'lsa ham endni bossak, уже o'sha yerga tushib oladi. Endi replace mesh ko'rib chiqamiz. Ya'ni u qanaqa bo'ladi? Bizda mana bu tosh bor, lekin bu toshni o'rniga xuddi shu joyga biz bu toshni qo'ymoqchimiz deylik. Bu uchun nima qilamiz? Xo'p. Birinchi bitta toshni tanlaymiz, Ctrl B ni bosib olamiz. Ya'ni shu yerga kelib olamiz. Ctrl B ni bosganimizda content browserda bu meshimiz qayerda turgan bo'lsa, xuddi shu joyga kelib oladi. Keyin bu toshni ushlaymiz, klik qilamiz. Bu yerga o'tib olamiz, buni tanlab Fab Static Mesh tanlab olamiz. Shunda mana xuddi shu pozitsiyada, xuddi shu rotationlar bilan meshimiz almashib oldi. Xo'p, buni ko'rsatdim. Yana bir marta ko'rsatib o'tib ketaman. Misol uchun sahnadagi istalgan mesh aynan qayerda turganini bilmoqchi bo'lsak, Ctrl B ni bosadigan bo'lsak, aynan o'sha joyga borib oladi. Ya'ni content browserda u qayerda joylashgan bo'lsa, misol uchun all content characters mannequin mesh ichida turibdi yoki misol uchun bu tosh. Ctrl B ni bosadigan bo'lsak, shu joyga kelib oladi. Yoki bu tosh, farqi yo'q. Ctrl B ni bosadigan bo'lsak, aynan o'sha qayerda turgan bo'lsa, content papkamizning ichida o'sha joyga borib oladi. Bu yoqda yana ko'rib chiqadigan narsamiz bu svetlarni distansiyasi. Ya'ni biz uzoqlashganimizda svet prosta o'zidan o'zi yo'qolib qolyapti. Ya'ni biz eksterierda qanaqadir sahnada svetlar qo'yib chiqdikda, kamerani uzoqroq qo'ysak bo'ldi. Svetlar yoritishdan to'xtayapti. Uzoqlashadigan bo'lsak bo'ldi, уже yo'qolib qolyapti. Undan tashqari biz sahnamizda fog bor deb tasavvur qilaylik. O'zi fog har doim ishlatiladi. Xo'p, fogni yoqib qo'ydik. Mana fog bor, normalda ko'rinyapti. Uzoqlashadigan bo'lsak, birinchi fog yo'qolyapti, keyin svet yo'qolyapti. Endi bu ikkalasini qanaqa biz uzoqlashganimizda ham yo'qolmaydigan qilishimiz uchun nimalar qilamiz? Birinchi bo'lib, fogni to'g'rilab olamiz. Fogdan pastga tushadigan bo'lsak, volumetric fog degan bo'limida view distance bor. Buni ko'paytirib qo'yamiz. Shunda mana biz uzoqlashganimizda fogimiz ham boya svetdan oldin o'chib qolayotganda, endi svet o'chgan vaqtda o'chyapti. Endi biz общий svetimizni distansiyasini ham ko'paytirib olamiz. Bu uchun nima qilamiz? Xo'p, bu yerdan project setting o'tib qolamiz. Bu yerga yozamiz light. Buni 0.1 emas, 0.01 deb yozib olamiz. Shunda uzoqlashganimizda ham mana. Xo'p. Svetimiz o'chib qo'yapti. Lekin fog baribir o'chib qolyapti. Xo'p. Pastga tushib olamiz. Bu yoqda buni prosta ko'paytirib qo'yamiz. Misol uchun 9. Xo'p, mana endi uzoqlashganimizda fogimiz ham o'chib qolmayapti, svetimiz ham o'chib qolmayapti. Meshlarimizni nanitga o'tkazganda bo'ladigan muammolarni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi meshimizga e'tibor beramiz. Xo'p. Uzoqlashadigan bo'lsak, bu уже qorayib barglari umuman yo'qolib ketdi. Buni gullari yo'qolib ketdi. Uzoqlashganimiz sayin bunda уже qora qanaqadir artefaktlar chiqib qoldi. Bu daraxtimiz paka normal, lekin sal ko'proq uzoqlashadigan bo'lsak, daraxtimizning ham barglari o'sha yo'qolib qoldi. O'zi odatda bu muammo qanaqa hal qilinadi? Mesh ichiga kirib olamiz. Ya'ni daraxtga bu ikkitasiga galsga yoqib, xo'p, relative error buni 0 ga o'tkazib qo'yamiz. Apply bosib olamiz. Save qilamiz. Xo'p, endi uzoqlashadigan bo'lsak, daraxtimiz barglari yo'qolmayapti. Yaxshi. Xuddi shu narsani endi kichkina, ya'ni obyomi katta bo'lmagan gullarimizda ko'rib chiqamiz. Xo'p, daraxtimiz pastga kerak emas. Buni mesh ichiga kirib olamiz. Xuddi shunaqa ikkita galskasini yoqib qo'yamiz. Bu yoqda relative error. Bu odatda 1 turadi. Buni 0 ga o'tkazib qo'yamiz. Apply bosib olamiz. Endi uzoqlashadigan bo'lsak, bu yoqda yordam bermayapti. Sababi buni poligonlari, ya'ni kamlik qilyapti. O'shani hisobiga
uzoqlashganda ham baribir yo'qolib ketyapti, o'zini formasini saqlab qolmayapti. Xuddi shunaqa kichkina meshlar hammasida почти o'sha gullarda shunaqa muammo bo'ladi. Agar buni nanitga o'tkazmasdan ishlatamiz desak, uzoqlashganimizda soyalari ham yo'qolib qoladi. Shuning uchun bizga nanitga o'tkazish kerak bo'ladi. Buni nanitga o'tkazmasdan ham soyalari qoladigan qilib ishlatishimiz mumkin. Bu uchun nima qilamiz? Paka nanitni o'chirib turamiz. Xo'p. Nanitni o'chirganimizda, uzoqlashganimizda poligonlar kamayib ketib, qanaqadir buglar bo'lmaydi. Ya'ni bunda ham xuddi shunaqa nanitni o'chirib turamiz. Disable. Uzoqlashganimizda buni soyalari yo'qolib qolyapti и oppoq bo'lib qolyapti. Buni nima qilamiz? Mesh tushamiz. Ya'ni, hop. 30 yozib olaylik. Mesh tushamiz и yozamiz scale deb. Bu yoqda rendering bo'limida scale chiqadi. Ya'ni renderda qancha ajratish. Xo'p, buni misol uchun 5 deb yozadigan bo'lsak bo'ldi. Endi uzoqlashganimizda buni soyasi yo'qolmaydi. Qancha uzoqlashsak ham. Agar qaysidir etapda mabodo kelganda yana ham yo'qoladigan bo'lsa, buni ko'tarib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun 15. Bo'ldi. Meshimizning soyasi turadi. Bu render vaqtlarini sal ko'paytirishi mumkin. Umumiy olganda bizga kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa bularni ham ko'paytirib chiqishimiz mumkin. Misol uchun scale buni 5. Mesh qancha kichkina bo'lsa, uzoqlashganimizda uni soyasi shuncha tez yo'qolib ketadi. Shuning uchun o'sha bu yoqda scale'larni ko'tarib qo'yishimiz kerak bo'ladi.